ijara tozalanadi. Chunki barcha davlatlar rahbarlari litiy, neft va urandan butunlay voz kechishga kelishib oldilar. Endi atrof muhitga hech narsa tahdid sola olmaydi. Ammo qazilma yoqilg'ilarsiz energiyani qanday olishimiz mumkin? Odamlar 150 watt-soatdan foydalanadilar. 3.7 trillion kvadrat fut maydonni egallab olgan 200 milliard quyosh panelini ishlab chiqarish uchun har yili bilasizmi qancha energiya kerak bo'ladi? Bu Sahroyi Kabir sahrosining 3.7 qismiga teng. Agar butun cho'lni panellar bilan qoplasak, biz 27% ko'proq energiya olardik. Ammo bu 5 kvadratlion dollar mablag' talab etiladi. To'g'ri, shuncha pul bilan ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. Senda nima bor, Arnold? Litium batareyasi? Axir bu noqonuniy-ku. Endi sen boshqa barcha atrof muhitdagi jinoyatchilar bilan birga energiya ishlab chiqarishga majbur bo'lasan. Lekin bitta muammo bor. Agar yerning butun aholisi yil davomida to'xtovsiz pedal aylantirib tursa, biz bor yo'g'i 10.5 watt-soat energiya ishlab chiqaramiz. Bu bizning ehtiyojlarimizni qondirish uchun kerak bo'ladigan miqdorning atigi 7% tashkil etadi. Bizda har kuni 8 soat pedal aylantirish uchun 125 trillion odam kerak. Arnold, sening jazoing tugadi shekilli. Nima? Seni shuncha harakating bekorga ketdimi? Gravitatsion batareyalar qanday ishlashini bilasizmi? Agar siz og'irlikdagi yukni katta balandlikka ko'tarib, keyin uni qo'yib yuborsangiz, unda saqlanadigan energiya chiqariladi. Bu energiyaning elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Misol uchun 1 kilovatni saqlash uchun siz 900 kilogramm og'irlikdagi yukni 400 metr balandlikda ko'tarishingiz kerak. Bu energiya taxminan 1,5 soat davomida konsolli o'yinni o'ynash uchun yetarli bo'ladi. Xulosa, shuning uchun qazib olinadigan yoqilg'idan xalos bo'lish g'oyasi butunlay noto'g'ri. Endi bu tufayli odamlar hayvonlarga aylanadi. Biz tabiatga yaqinroq bo'lishimiz mumkin edi, lekin endi hamma energiyaga muhtoj. Bu video 500 ta layk yig'sa, men sizga atrof muhitga zarar yetkazmasdan energiya olishning boshqa usullarini ko'rsataman. Xayr, Arnold. Siz blogersiz yoki bloger bo'lmoqchisiz. Unda biz sizga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. YouTube va Instagram